Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlarimiz. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Shahmordonga dam olgani kelaman desa, albatta chiroyli bitta kommentariya, albatta chiroyli bitta like bosib, o'z fikrlaringizni chiroyli qilib riyada yozib qo'ysalaring, biz obunachilarimiz uchun bepul sayohat uyushtirib beramiz. Mana shular, mana hozir mana hozirxona apa. Shular mana bizning obunachilarimiz. Mana juda ham chiroyli joylarda mana olib kelganmiz. Sharti juda ham oson. Sharti shu bo'ladiki, bitta like, bizga obuna va chiroyli bitta kommentariya. Bu sayrda uyushtirishimizdan maqsad shanba, yakshanba kunlari, mana dam olish kunlari biz kanalimizni rivoji uchun mana shunaqa sayrlar tashkil qilganmiz. Yo'l kira, yotog'ingiz bepul, yeb ichishingiz albatta o'zingizdan bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, albatta bizga obuna bo'lishlarini so'rayman. Olyapmiz. Ana, Davronbek